Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Avvalambor muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni bugungi kunda yuritib kelayotgan odilona ma'qulona siyosatlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana shu davlatimizni tinch, fuqarolarimiz osuda, xalqimiz tinch yashashiga mana shunday hissalarni qo'shib kelyapsiz, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Avvalambor qonun ustuvor davlatda yashaymiz-da. Lekin qonun ustuvor davlatimizda bizni protsessual qonunlarimizni buzishga hech kim haqqi yo'q deb o'ylayman. Hozirgi kunga qadar ustuvor davlatimizda yashayotganimizdan kelib chiqqan holda mana siz siyosatlaringizni men ko'p qo'llab-quvvatlayman, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Nimaga desangiz, ko'p insonlarga, mana shu xalqimizga, butun xalqimiz uchun bugungi kunga jon kuydiryapsiz. Yangi O'zbekiston davlatini quryapsiz. Yangi O'zbekiston davlatimizda mana yangi o'zgarishlar, yangi islohotlar, katta nimalar qilyapsiz. Rahmat buning uchun butun O'zbekiston xalqi nomidan rahmat deb qolaman. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan protsessual qonunlarimizni, mana shu qonun ustuvor davlatda yashayapmiz. Protsessual qonunlarni buzib kelayotgan nima deydi, bir mutasaddi tashkilotlar deydimi, sud huquq tizimi, prokuratura, ichki ishlar tizimi, shularni men guvohini bo'lib keldim. Mana 1,5 yillik yilning ichida mana shu guvohi bo'ldim. Nimaga desangiz, Qoraqalpog'iston Respublikasida protsessual qonunlarni buzilish jarayonini ko'p kuzatganman. Sababi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 412-moddasi bor. Buni butun xalqimiz bir eshitib nima qo'ysa deymanda, nimaga desangiz, men nohaqlik qurboni bo'ldim. Mana 1,5 yil davomida nohaqlik qurboni bo'lib, mana shunday nima deydi, bir ko'rib bir nima qilib keldim. Mana masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasi endi sud huquq tizimiga siz yaxshi nima bergansiz-da, vakolat. Lekin Qoraqalpog'iston Respublikasida bular o'z bilganicha ish qilyapti. Jinoyat protsessual kodeksining 412-moddasida belgilab berib qo'yibdi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksida prokurorning ishtirokisiz sud jarayoni muhokamasi keyinga qoldirilsin degan joyi bor. Lekin Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanida jinoyat ishlari bo'yicha Qo'ng'irot tumani sudida mana shu narsalarni men bir necha marotaba guvohi bo'ldim. Prokurorning ishtirokisiz sud jarayoni o'tkazib yuboryapti. Mana bitta bularni bizning protsessual qonunlarimizni oyoq osti qilishi birinchi. Ikkinchisi Konstitutsiyamizda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 2023-yil o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi. Ko'p narsalarni insonlarning haq-huquqi bo'yicha siz mana shu konstitutsiyani belgilab berganingizda, muhtaram prezidentimiz tomonidan belgilab berilganda, mana shu narsalarni ko'p o'zgarishlar kiritildi. Masalan, men shunday qilib aytaman, men shu yonganimdan, kuyganimdan muhtaram prezidentimiz sizga murojaatim shu. Mana shu bo'yicha qo'yapman. O'g'lim katta inson, aqlli, xushli. Men birovlarni endi nima deydi, vaqtida bir ozodlikdan mahrum qilindik. Vaqtida bir haq bo'laylik, nohaq bo'laylik, bilib bilmay bo'laylik, jinoyat qilganmizdir, qilmaganmizdir, balkim ozodlikdan mahrum qilindik. Oxirida mana 2025-yil 30-yanvar kuni uyushtirdilar menga nisbatan. Hamma dalil isbotim bor, Allohga behisob shukr. Nohaqdan nohaq men 1,5 yil qamalib keldim. Hozirgi kunda o'g'lim davlat xavfsizlik xizmatiga ishga kirmoqchi, aqli butun. Lekin sani otang qamalgan degan, men hozir mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasidagi gaplarni eshityapman-da. Mana shu bo'yicha mana o'zlarimiz O'zbekiston davlatimizda siyosatchimiz bor, Rasul Kusherboyev. Yaxshi hurmat qilaman shu insonni. Haqiqatparvar inson. Shulardan ham yordam so'rayman. Avvalambor sizdan so'rayman, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Mana shu davlatni siz obod qilyapsiz, mana obod qilib kelyapsiz. Xalqimiz tinch,
fuqarolarimiz osida yashayapti sizni soyangizda. Mana shu narsalarga ozgina e'tibor qaratishingizni iltimos qilmoqchiman sizdan. Sababi men hech bir davlatni biron bir nimasidan norozi bo'lgan emasman shu paytgacha. Lekin mana shu hozirgi kunda mana shu Qoraqalpog'iston Respublikasidan mana shunaqa nima deydi, mana o'g'lim katta odam bo'lib yetishgan hozirgi kunda, aqli butun, bilimi kuchli, lekin davlat xavfsizlik xizmatiga ishga kirmoqchi, 1 yillik xizmat safariga ketmoqchi, lekin sen otang qamalgan deb o'sha narsalarni pesh qilayotgan ekanlar hozirgi kunda. Shunda sizning chiqarib mana shu kiritgan o'zgarish, konstitutsiyaga kiritgan o'zgartirishlaringiz ota bola uchun, bola ota uchun javob bermaydi degan joylari, bular shunda nima отдельный mentalitetmi deb o'ylayman. 2022-yil o'zlaricha nima qildilar, to'g'ri. Mana shuning uchun nima qilaman, buyuk davlatda, buyuk bir qonun ustuvor davlatda yashayapmiz. Lekin bu protsessual qonunlarni, boshqa konstitutsiyamizni bunaqa deb meni o'g'limga, masalan, meni ne tolqa o'g'limga, boshqalarga ham mana shunday qilib gapirib, otang qamalgan deb gapirishlari bu to'g'ri kelarmikan sizning siyosatingizga? Mana shu bo'yicha mana shu murojaatim sizga yetib borsa, men Allohdan rozi bo'laman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Nega? Sababi men ko'p narsalarning guvohi bo'lyapman bu yerda. Men shu hayotim davomida, 6-7 yillik hayotim davomida ko'ryapman, ko'p nohaqliklarga uchrayapman mana. Hozirgi bu kunda ham uchrayapman nohaqliklarga. Lekin sizning siyosatingizni ko'p bu tomonlarda qo'llab-quvvatlamaydi deb o'ylayman. Sababi bu nima deydi, bu Qoraqalpog'iston davlati deyman, davlat emas bu Qoraqalpog'iston. Bu kerak bo'lsa Qoraqalpog'iston respublikasi ham deb aytib bo'lmaydi. Nimaga? Sabab O'zbekiston davlati bor, O'zbekiston respublikasi bor. Nega meni o'g'limni masalan hozirgi kunda Qoraqalpog'iston respublikasida yashayapti? Mana ayrim sabablarga ko'ra, mana shu ozodlikdan mahrum qilinganligim sababli. Lekin farzandlarimni yaxshi tarbiya qilganman deb o'ylayman. Katta inson bo'lib yetishyaptilar. Nima uchun bularni oyog'iga bolta urishadi? Nima uchun bularga otang qamalgan deb aytishadi? Yordam bering, hurmatli muhtaram prezidentimiz. Mana shu narsalarga chek qo'ying iltimos. Rahmat sizlarga hammangizga.